Assalomu alaykum. Mana bugun Robot Texnikada harorat datchigi birinchi guruh ishlatamiz. Do'ston ishlatyapti. Mana bu yerda haroratni ko'rsatib turibdi. 29 daraja ekan. Olib pastroqqa tush. Oxirgi harorat. Endi qizdirishga harakat qilamiz, ushlaymiz. Harorat datchigini mana naftini qizdirishga harakat qilyapti. Hozir 30 gradus bo'lganda parrak ulanib ketadi. 29 bo'lib turibdi, hozir 30 bo'ladi. gradus bo'ldi. Endi parrak mana aylanishda davom etadi. Sovutishga ishga tushdi avtomatik tarzda. Agar u gradus 29 dan pastga tushadigan bo'lsa, avtomatik hozir o'chadi. Qulay tarzda ushlab turamiz sovutish uchun. 29 daraja bo'ldi, mana 28 ga tushganda hozir o'chadi. Sovish qiyin bo'lyaptimi? Uflab sal yordam berib olaylik. Datchikka. Demak, o'chdi. Tabloga qarasak, gradus ham 28 ga tushgan bo'ladi. Ya'ni avtomatik tarzda qo'shadi, datchik haroratni o'lchaydi. 29 dan oshsa ishlaydi, 29 dan tushsa o'chirib qo'yadi avtomatik. Birinchi guruh topshirdi.